Instagram akkauntimizni o'chirib yuborishni o'rganamiz. Buning uchun Instagramga kiramiz. Instagramdan mana shu bo'limga o'tamiz. Bu yerdan 3 ta chiziqqa bosamiz. Bu yerdan Center akkauntga bosamiz. Bu yerdan Личная информация degan joyga bosamiz. Bu yerdan Владение и управление аккаунт degan joyga bosamiz. Bu yerdan deaktivatsiya или удаление degan joyga bosamiz. Bu yerdan agar ko'p problema bo'lsa, boshqa akkauntlaringiz ham chiqadi. Kerakli akkauntimizni tanlab olamiz. Bu yerdan deaktivatsiya akkaunt bor va удаление akkaunt bor. Ikkalasining ham o'zining shartlari bor, o'qib chiqasizlar. Deaktivatsiya qilsanglar, akkauntlaringiz ko'rinmaydi, ya'ni o'chirib qo'yiladi. Ya'ni удалить qilib yubormaydi. Просто o'chirib qo'yadi. Удаление qilsangiz, удаление akkauntda umumiy o'chirib yuboradi, umuman yo'q qilib yuboradi mani Instagramdan. Udaleniyega bosib, продолжительga bosasiz. Bu yerdan nimaga o'chirayotganligingizni sababini ko'rsatasiz. U продолжительga bossangiz o'chib ketadi Instagram akkauntingiz.